Sariqlik sababli bolamni emizishni to'xtatishga majbur bo'ldim. 39-haftada tug'dim. 17 soat dard tutdi. 1 soat kuchanib tug'dim. Rostini aytsam, hammasi juda yaxshi o'tdi. Qizimni ko'rishim bilan barcha og'riqlarim darhol esdan chiqdi. Lekin 3-kuni qizim sarg'ayishni boshladi. Bilirubinni nazorat qilish uchun bizni tug'ruqxonada yana 1 kun olib qolishdi. Juda holsiz edi. Tinmay uxlardi. Men esa juda qo'rqardim. BSJ emlash olganimizdan keyin bizga javob berishdi. Uyda u emish uchun umuman uyg'onmay qo'ydi. Kechga borib esa battar sarg'ayib ketdi. Biz darhol shifoxonaga bordik. Tahlillar bilirubin juda balandligini ko'rsatdi. Bizni yotqizishdi. 5-kuni ertalab sariqlik keskin kuchayib ketdi. Bilirubin ko'paygandi. Qizimni zudlik bilan reanimatsiyaga olib ketishdi. Men hatto erimga xabar berishga ham ulgura olmadim. Nimalar bo'layotganini tushunmay, ko'zda yosh bilan reanimatsiyani qidirib, sovuq yo'laklarda yugurib yurardim. Reanimatsiyadagi hamshiralar qizimni ahvoli og'irligini aytishdi. O'sha tunda erim bilan tonggacha duo qilib, Yaratgandan qizimizga shifo so'radik. Men o'z sutimni olib bordim, lekin erim Simes sun'iy sut berishni iltimos qildi. U qayerdandir ko'krak suti bilan boqilganda bilirubin ko'tarilishi mumkinligini eshitibdi. Biz Simes berib ko'rdik va tongga yaqin bilirubin pasaydi. Tasavvur qilinga, duo haqiqatdan ham hammasini o'zgartirishi mumkin. Shu kunlar ichida biz birinchi marta yengil nafas oldik. 1-2 kundan so'ng uni palataga qaytarishdi va nihoyat bizga javob berishdi. Shifokorlar yana emizishimni so'rab, bu holat ko'pchilikda bo'lishini aytishdi. Men yana emizib ko'rdim, lekin uyda qizim yana sarg'ayayotganini sezdim. Biz fotolampa oldik. Bilirubinni kuzatib bordik. Men ham ko'krak suti, ham Simes berardim. Lekin ko'rsatkichlar yana ko'tarilib ketdi. Shunda erim emizishni taqiqladi. Men unga quloq soldim. Biz faqat Simesga o'tdik va shundagina bilirubin barqaror pasaya boshladi. Hech qanday dori oddiy Simeschalik yordam bermadi. 1,5 oy doimiy qo'rquv, nazorat, tahlillar, lampa va xavotir ichida yashadik. Bu juda og'ir edi. Bu hikoyam bilan shuni aytmoqchimanki, har bir ona va bola holati har xil. Sariqlik ham sut sababli bo'lishi mumkin.